Assalomu bolalar, sizlar bitta super yangiligim bor. Bos ko'rsat. Satorin, tinchlikmi? U oktagonda urishib, tomon ketib qopti-yu. Aka, bu yoqqa kelib tom ketmay bo'ladimi aka? Bu manzarani qarang. Voy mashalloh. Do'stlar, hozir haqiqiy manzaraga kelganman. Mujiklarda yoqadigan manzarasiga. Bu yoqda sidinalarda dodo xo'jalari bor. Dodo xo'jalari. Shunchaki ko'zni shira qiladigan. Xullas kalom gapni qisqa qilaman. Mujiklar bilasizlar, ko'pchilik jey mashinalarida sidinalarda komfort yo'q. Meni ham jenteramda yo'q edi. Men qo'ydim, xudo xolasa. O'darilar, uni alohida afzor qilamiz. Sizlar endi komfort sidinalarga bemalol Instagramga aloqa qilasizlar. Sizlarga xohlagan mashinalar brendidagi sidinalarni keltirib beradi. Yoki o'zlari ideya bo'yicha salonni rangiga qarab moslab beradi, xohlagan shaklda qilib beradi. Lekin sizlar xohlagan polni komfortdagi sidina qo'yib beradi mashinalaringizga. Lekin buni kayf boshqacha bo'ladi. Jigarlar, pastdagi nomerga aloqaga chiqasizlar, profilga yozasizlar. Sizlar mushkullaringizni biz oson qilamiz. Men hozir borib to'g'ri o'zimda emasman. Wow!